Bunaqa yangilikni aniq sizga hech kim aytmaydi. Galereya do'koni o'zligining ikkinchi filialigini Hadrada ochibdi va hozirgi kunda testoviy rejimda ishlashyapti. Ramazon munosabati bilan 20% dan 70% gacha shunaqangi zo'r katta skidkalar ketyapti. Yaqinda Hayit, 8-mart, Navro'z bayramlari uchun oila a'zolaringizga, yaqinlarga, bog'cha va maktabdagi o'qituvchilarga sovg'a olmoqchi bo'lsangiz, aynan shu do'konga kelishingizni tavsiya qilib qolardim. Hattoki Pinterest posudalarni ham aynan shu yerdan topasiz. Juda ham ayollar kelsa chiqib ketishi qiyin bo'ladigan do'kon. 2 etajdan iborat. Pastda xom tovar, shunaqa posudalar, qozonlargacha bemalol topsangiz bo'ladi. Uyim uchun shunaqa zo'r konteynerlar, idishlar oldim. O'tgan safar Yangi yilda ham aynan shu do'kondan posudalar xarid qilgan edim. Sovg'abob narsalarga juda ham ko'p. Ayniqsa shunaqa naborlarni bemalol topib sovg'alarga olsangiz bo'ladi. Bu yerga kelganingizda xom tovarlar, pastellar, dasturxonlar, sochiqlarni ham topsangiz bo'ladi. Assortiment juda ham katta. Qizil yozuvdagilari skidkada, qizil yozug'i yo'q tovarlarga ham hattoki Ramazon munosabati bilan 20% gacha skidka qo'yishgan. Hattoki mebellarni ham bu yerdan topsangiz bo'ladi. 100 marta eshitgandan ko'ra bir marta kelib ko'rib, galereya do'konidan o'zingiz xohlagan narsalarni xarid qilsangiz bo'ladi. Manzili va to'liq lokatsiyasini videoni tagida, opisaniyada yozib qoldiraman. Yanada kerakli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.